Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimiz nechtalik, narxi nech pul va qayerga tayyorlandi. Video davomida batafsil tushuntirib o'tamiz. Videomizni boshlashimizdan oldin kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Videomiz yoqsa like bosing. Videomizni boshladik. Bu ishimiz 24 talik yong'oq yog'ochda tayyorlangan 3D monika deyiladi. Ranglari shampan, materiallari koreyskiy atachento tugmali qilib ishlangan. Machalkalari Qozog'iston machalkadan foydalanganmiz. Spinkasiga 3 sm, sidina qismiga 9 sm machalka qo'yganmiz. Stolimizni old oyoqlariga kompyuter xizmatida 3D qilib gullar o'yib berganmiz. Xonimizga keladigan bo'lsak, xonimiz rossiyskiy MDF dan tayyorlangan. Razmeri eni 1.20, uzuni 6.40. Xonimizni ust qismiga kompyuter xizmatida gullar o'yib berganmiz. Xonimizni oyoqlariga keladigan bo'lsak, 4 oyoqdan iborat. Oyoqlari plastmassadan quyilgan simali oyoq. Bu ishimizni xona uzunligini hisobiga 2 ga ajraydigan qilib tayyorlaganmiz. Uylarga olib kirib, olib chiqib o'rnatish oson bo'lishligi uchun. Stollarimizni orqa taraflariga pardalarga moslab, pardali qilib tayyorlab berganmiz. Bu ishimizni Navoiy shahrida yashovchi obunachimiz zakaz berdi. Hozirda Yaponiya davlatida ishlab kelmoqda. Bizni internet orqali topib zakaz berdi. Zakazga binoan chiroyli qilib tayyorlab berdik. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 15.500.000 so'm. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib tayyorlab yetkazib beramiz. Dastavkamiz vodiy bo'ylab bepul. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkamiz bor. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston respublikalariga kargo orqali yetkazib beramiz.